Ojiza 8-qism. Azizlarim, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. E'zoza esa butun umr xonasidan chiqmadi. Otasi bir kun baxtli yaxshi kayfiyatda bo'lsagina, aqli zaif qizini bog'ga chiqarishga qo'yib berardi. E'zoza xonada qamalib tashqi dunyodan yiroqda faqat onasining ertaklarini eshitdi. Ammo turmushga chiqdi va Azizni boshida bergan zulmlari va hali tayyor bo'lmagan ayollik mas'uliyatlariga duch keldi. Aqliy rivojlanishiga otasi sabab bo'lib, qizni baxti yarimta bo'ldi. Ikki do'st ham keraksiz deb bilgan farzandlarini quda bo'lish uchun unashtirib qo'yishdi. Nahotki bu hayotda yomon ko'rgan insoningni taqdirini hal qila olsang? Ha, qila olar ekansan. Qachonki u farzanding bo'lsa. Xuddi shunday aziz yaxshi ishlarni aqliy tarafdan yaxshi va uzoqni ko'rardi. Shu sabab ham Azizning ota-onasi uni oq qilib yubormagan. Buni tagida juda katta manfaat yotgandi. Lekin gap shundaki, Aziz kim yomon, kim yaxshi bilardi. Qarshisidagi qiz u kasal bo'lsa, tepasidan ketmasligiga ishonardi. Ammo oilasichi, yo'q, oilasi hech qachon uni yaxshi ko'rmagan. To'g'ri, onalar yaxshi, lekin hech ko'rmaganmisiz yomon onalarchi? Yomon onalarni farzandini hattoki axlat chilagiga tashlab ketadiganlar bor. Bo'lmasam o'sha bola o'z qornidan tug'ilgan, o'zining genlaridan yaralgan boladan kechadiganlar bor. Afsuski, shular qatorida Farangiz xola ham bo'ldi. Nabirasi o'z qonidan edi. Lekin nima qildi? Jannatni o'ziga harom qildi. Folbinga 7 qadam borsang bas, sen do'zaxga 7 qadam borgan bo'lasan degan gap bekorga chiqmagan. Buni bariga nima sabab? E'zozadan nega nafratlandi Farangiz xola? Uni kimdirga yomonligi tegmasdi. Aziz bariga ko'ngandi, bilardi. E'zoza uy yumushlarini qila olmasligini, ammo farzandi kelinini qabul qilganida ham Farangiz xola kelini Ma'sumani gapiga kirib shunday qildi. Endi o'zingiz o'ylang. Nozimaga qanchalar qiyin ekanini. Nozima bolalarini bunday ayoldan asrash uchun erta-yu kech hushyor turadi. Xonasini qulflab yuradi. Biladi, ovsinini hech kim qora qilmasligini. Nimayam derdim deb moslashdi, lekin aqli zaif, rivojlanmagan go'dakdek bo'lgan qiz nima qilsin? Bu voqealar shu qadar bo'lgandiki, Aziz ana endi tushunib yetgandi. Orada esa Afruzadan shubhalandi. So'ng bilsa, onasi juda yaxshi deb Azizni Afruzani ko'ndirib, hattoki ancha pul ham berib, Afruza onasi bilan til biriktirib olgan ekan. Inson hiylalari ko'p, lekin qismatni Alloh yozadi. Aziz E'zozani qo'lidan tutib, aslo qo'yib yubormadi. Ular bu shahardagi so'nggi haftalarni o'tkazardi. Bog'dan so'ng Aziz E'zozani o'zi bilan yaxshi ko'rgan joylariga olib bordi. Undan so'ng kech bo'lgani uchun uyga qaytishdi. Aziz uyga qaytsa, onasi va otasi o'tirgan ekan. Nega keldingiz? Darhol jahli chiqdi Azizni. Nima endi? Farzandimizning uyiga ham so'rab kelamizmi? Sen bola nimalar qilib yuribsan? Gapir. Oshxonada o'tirgan Azizning otasi shaxt etib qo'lini stolga urdi. Nima qilibman? Boshimni qotirmay chiqib ketinglar. Sizlarni ko'rishni xohlamayman. Yaponiyaga ketib qutulmoqchimisan? Senga mana shu suyuq o'rgatdimi bolam bularni?
Biz buni sodda jinni desak, bu xotining ancha o'zini biladigan jinnidan ekan-ku. Farangiz xola so'xtakamdan yig'lab dod soldi. Nima, kimsi yo'q? Uydan chiqinglar dedim. Izzatingiz borida keting. Azizning otasi birdan o'rnidan turib, o'g'lini o'zi bilan boshqa xonaga sudradi. Aziz qarshilik qilmadi. Bilardi. Otasi nimanidir gaplashmoqchi edi. Xonaga ular kirib ketishgach, E'zoza oshxonada shunchaki qo'rqib turardi. Chunki qaynonasini bilardi, ko'rgandi. Qanday ishlar boshiga solganini esidan aslo chiqmasdi. Farangiz xola xo'mrayib turardi. E'zoza bundan noqulay turardi. Va ichkaridan singan ovozlar eshitilgach, Farangiz xola E'zozani sochini yulish uchun shaylandi-yu, to'xtadi. Birdan o'sha xona taraf shoshib borib eshikni ochdi. Ichkariga Aziz yoniga uchib kelgan vazaga qadab qoldi. Karvonsaroy uy bo'lsa, mana shunday bo'ladi bari. Aziz oila a'zolariga qarashni ham xohlamay xonadan chiqib ketdi. Oshxonaga borsa, E'zoza yerda o'tirgancha bir nuqtaga qarab turardi. Aziz E'zoza uchun shirin choy damlab yonida qo'ydi. Qaynoq puflab ich. Aziz oshxonadagi boshqa ishlarni qilish uchun biron chalg'iganida eshik qo'ng'irog'i chalindi. Aziz qo'lidagi idishlarni sekin qo'yib, eshik tomon borib ochdi. Qarasaki, qaynonasi E'zozaning onasi ekan. "Assalomu alaykum, keling", dedi Aziz uyga qarshiga yo'l berib. "Va alaykum assalom o'g'lim. Yaxshimisizlar? E'zoza ichkaridami?" "Ha, ichkarida, kiravering. Oshxonaga o'tasiz." Aziz eshikni yopib, o'zi ham oshxonaga qaytdi. Oshxonaga kirganda E'zoza onasini quchib olganini ko'rdi. "Oyi", yig'ladi E'zoza onasini quchib. "Qizim, yaxshimisan? Ozib ketibsan. Yana shu holingga homilador ekansan. Qani edi, buni o'zing tushunsang." E'zoza va onasi bir joyga o'tirganda, Aziz qaynagan choyni damlab qaynonasi yoniga qo'ydi. Shunda qaynonasi ustidagi fartugini payqab noqulay bo'ldi. "Qizim, ko'ngling aynib uyquchi bo'lib qolmadingmi?" so'radi Ogul xola qiziga. Kuyovga biroz noqulay qarab, E'zozadan javob kutdi. "Men uyquchi xotinman, begim shunday deydi. Senga homilador vaqtim men ham shunday edim." E'zoza Aziz tayinlagandek uni begim deb chaqirgandi. Bunga Ogul xola uncha ahamiyat bermadi. "Ha, muhimi sen sog'san va doimgidek kam gapsan." Aziz E'zozani yoniga turli pechenyelar qo'yib, qaynonasiga qaradi. "Siz bilan boshqa xonada gaplashib olamiz." Aziz oshxona eshigini yoniga borib, qaynonasi turishini kutdi. Ogul xola qiziga hali to'yib olgan yo'q edi. Azizni kutirgisi kelmagach, Ogul xola ko'p o'tmay turib, kuyovi ortidan yurdi. Ular boshqa xonaga kirgach, Aziz stollardan biriga o'tirib, tomog'ini qirib qo'ydi. Ogul xola Azizga boshidan o'tgan ko'p ishlarni aytib berdi. E'zozaga homilador vaqti kundoshi bor ekanini, hattoki erini 3 o'g'il farzandi borligini bilgandi. Bosh ko'tarishga kelganda qo'rqardi. Indamay yashashda davom etdi. Ammo eri mast bo'lganda atay qilibmi, Ogul xola yoniga kelardi. Homilador vaqti ham oddiy narsalarga ham kaltak yegani uchun shifokorlar E'zozani nogiron tuqqanini ta'kidladi. Bu ona uchun kuchli zarba edi. Nima uchun aynan men deb o'ziga kela olmadi.
Eri esa hozir ham boshqa oilasi bilan yashaydi. Hattoki E'zozani to'yiga kundoshi ham kelgan, lekin bulardan Oygul xola nolimasdi. U xohlagan narsa E'zozani baxti edi. To'ydan avval qizim bilan birga baxtli bo'lishingiz ko'zim yetgandi. Ammo oyingiz menga xunuk ko'ringan. Shu sabab o'rtaga shart qo'ygandim. Ha, onani ko'ngli sezadi, qo'shilib gapirdi Aziz. Endi nima qilasizlar? Yaponiyaga ketamiz. Boshqa viloyatga ketsangizchi? Bilaman, qizingizni sog'inasiz, ammo uni davolatmoqchiman. Qolaversa qo'ng'iroq qilib turamiz. Uni videolarini tashlab turaman. Siz boya aytdingiz, qizingiz baxtini xohlaysiz. Shunday. Siz E'zoza bilan vaqt o'tkazib turasizmi? Ya'ni men tashqariga bitmagan ishlarimni qilib kelardim. Mayli Azizjon. Aziz uydan chiqqanidan so'ng o'zi bilan samolyotga kerak bo'lgan dorilarni oldi. Tinchlantiruvchi dorilar E'zoza uchun edi. So'ng yana bir-ikki do'sti bilan ko'rishib, ishini yakunlab uyga qaytishga hozirlandi. Mashinasi yoniga borganida qo'l telefoni jiringlab bezovta qilgani uchun javob bermadi. Hatto qaramadi. Ammo yana qo'ng'iroq bo'lgach, qarasa, bu kelinoyisi Nozima ekan. Alo, assalomu alaykum Nozima kelinoyi, tinchlikmi? Aziz, uyingdamisan? Darhol bor, oyinjoning sizlarnikiga ketdi. Aziz bu gaplarni eshitib to'xtab qoldi va darhol mashinaga o'tirib, katta tezlikda katta yo'lga chiqib oldi. Oygul xola qizining bo'yniga o'zi uchun qadrli onasidan qolgan tillani taqib qo'ydi. Buni aslo yechma qizim, xo'pmi? Dedi Oygul xola qizini peshonasidan o'pgancha. Xo'p, oyijon, meni begim ovqatni 5 mahal yesang, shunda yaxshi ona bo'lasan degandi. Meni ovqat yeydigan vaqtim bo'ldi. Ovqat qilib bering. O'zim senga yoqadiganidan qilib beraman qizim. Oygul xola o'rnidan turib, bu narsa tayyorlayman deganida eshik buzilgudek taqillashni boshladi. Qizim, men o'zim qarayman. Oygul xola qo'rqib ketgan qizini tinchlantirib, eshik tomon borib, kim kelganini qaradi. Eshik yonida qudasi va uning kelini bor edi va erkak quda ham bor ekan. Ular yuziga qarab shuni tushundiki, ular yaxshi niyat bilan kelmagandi. Ikkilanib eshikni ochdi Oygul xola. Ya, quda, siz ham shu yerdamisiz? Mazza qilib yeb yotibsizmi? O'g'limni uyga kelib. Aytdim, men qayoqdagi bir jinni o'g'limni boshini aylantirdimi deb. Qarasam siz ekan, o'zidan bechorani yasab kelib olgan, dedi Farangiz xola. Oygul xola hech narsaga tushunmay qoldi.